Barchaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Qarshilarda Abdulaziz. O'sha ko'pchiliginglar bizdan so'ragan ushbu massajli kreslolarimizni hozir sizlarga to'liq obzorini qilib beraman. Videoning oxirida narxini aytaman deb vaqtinglarni o'g'irlab o'tirmayman. Sirasiz aytaman, bu kreslolarimizning narxi $1400 ni tashkil etadi. Hamda ushbu kreslolarimizda 4 ta modeli mavjud. A20 dan A23 gacha. Bu esa A20 modeli, bu bo'lsa A22. Demak, lekin videoni oxirigacha ko'ringlar, sababi ajoyib bonusimiz bor. Videoni oxirida aytib o'taman. Videoni bundan o'tkazib yuborib oxirini ko'rolmaylar tag'in, obzordan quruq olib ketasizlar. Xo'p, demak, bu kreslolarimizning asosiy fishkasi nimada? Bunda ovozli boshqaruv, ya'ni komanda mavjud. Misol uchun, qo'linglar bilan tiyib, qiynalib yoqib o'tirishingiz shart emas. Shunchaki talonani desanglar kifoya. Power on. Okay, on. Super. Bunaqasini ochiga paytgacha hali ko'rmaganman. Demak, yaqinroq olib kelsangiz, monitordan funksiyalarni birma-bir ko'rsatib bergan bo'lardim. Undan tashqari menyudagi massaj kursi degan joyga kirib turib, o'zingizga qulay vaqt tanlasanglar bo'ladi. Misol uchun 10 daqiqa, 20, 30 o'zingizga qulay vaqt tanlab turib, bo'ldi, bosib qo'yasiz. O'sha bo'yicha sillu xuddi shu vaqt ichida sizlarni massaj qiladi va xohlasanglar dam olasizlar, xohlasanglar uxlaysizlar. Endi, конечно, o'zingizlarning komfortingizdan kelib chiqqan holda. Qo'shimchasiga yelkani sozlash degan joyga kiradigan bo'lsak, ushbu podushkalarga bog'langan bu joyi etiklik o'tirganingizda -3 dan +3 gacha ham chiqadi. Ya'ni qanaqa darajada yelkaga yaqinroq, qanaqa darajada uzoqroq o'zingizlarning komfortingizga moslab turib bemalol tanlasanglar bo'ladi. Ya'niki, agar misol uchun minus qilib qo'yadigan bo'lsak, bu o'shancha darajada yelkalarga uncha bo'rtib chiqmaydi. Agar aksincha buni ko'tarib qo'yadigan bo'lsak, maksimalni yelkalar his qiladi. Ya'ni bu mana shu tepaga bo'rtib chiqadi. Joystick qismiga qaytadigan bo'lsak, buni xohlasanglar mana bunaqa burab turib yotqizib olsanglar bo'ladi. Yo'kida endi udobsiylarga qarab turib, xohlasanglar mana bunaqa tikka turgan holda o'tirib massaj olsanglar bo'ladi. Undan tashqari, bu yoqda yana дополнительный knopkalari bor. Bu yoqda vaqtini boshqarsanglar bo'ladi, обогревini yoqsanglar bo'ladi. Undan tashqari, buramasdan prosta o'zi avtomatik yotqizib olsan desanglar, mana yana bitta 10 qo'lda knopka bor. Shuni bosib qo'ysanglar, o'zi asta-sekinlik bilan yotqizadi, yo'kida yana tushirishi mumkin. Ham oyoq bilan qo'lli yostiqchalarni boshqaradigan knopka bor. Undan tashqari, tepa qismida ikkita kolonka mavjud. Bu yoqdan o'sha голосовой komanda bersanglar, o'sha gapiradi. Undan tashqari muzika qo'ysanglar bo'ladi. Aytgancha o'rtoqlar, eng qiziq qismiga keldi. Videoni oxirida aytaman degandim. Xullas, ushbu massajli kresloyimizni agar xarid qiladigan bo'lsanglar, shunaqa osminok boshqa massaj qiladigan hamda massajli pistoletni sizlarga bonus sifatida qo'shib beramiz. Bunday taklif har doim bo'lavermaydi. Bular Adex firmasini originalni brendi hisoblanadi. Xullas, ushbu massajli kreslolarimizda 4 ta modeli bor. A20 dan A23 gacha. Qarshilarda bo'lsa A20 hamda A22 modeli turibdi. Xo'p, agar xohlasanglar bizning do'konimizga kelinglar, bemalol o'zingizlar o'tirib, xohlaganingizcha konsultantimiz bilan test qilib ko'rsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana shu yerda yarim soat o'tirib dam olsangiz ham bo'ladi. Bemalol o'zingizga yoqqan modelini sizga chiroyli qilib tanlab beramiz va konsultantlarimiz bu borada sizga individual tarzda xizmat ko'rsatadi. Omon bo'ling, charchamanglar, keyingi videolarda ko'rishguncha.